Bularni qayerdan oldingiz? Yo'limdan yovvoyi quyon chiqdi. Yo'l-yo'lakay yovvoyi jashin topdim. Qishloq oqsoqoliga 5 tangaga sotdim. Qolgan pulga shularni xarid qildim. Hozir yonimda yana 3 tanga va 20 chaqa qoldi. Saqlab qo'yish uchun qolgan pulni xotinimga berganim yaxshi. Hozir ovqat pishiraman. Ishonish qiyin. U chindan ham pul topib keldimi? Hattoki menga ham pul berdi. Sho'rva tayyor. Yana bitta narsa yetishmayapti. Opa qarang, ovqatni hidi juda ham ajoyib. Necha oydan beri go'sht yemagandik. Balki unga zaharni bermasmiz, nima deysiz? Axir u necha yildan beri bunday ovqat pishirmagan. Bezorlarni haydagan bo'lsa ham, balki ichida yomon niyati bordir. Qani? Go'zal xotinim va qayni singlim yana ko'proq pul topib, sizlarga chiroyli liboslar olib beraman. Ularni kiysangiz malikalar ham sizga hasad qiladi. Yunjinda hali ham zahar bor. U senga yovvoyi sabzavotlardan sho'rva tayyorlab zaharlamoqchi edi. U tovuqli sho'rvaga zahar qo'shmoqchi edi. Bu ayol meni baribir zaharlab o'ldirmoqchimi? Yujin hali ham sendan xafa. Bitta ovqat qilib berganing hech narsani o'zgartirmaydi. Diqqatli bo'l. Yujin ozgina zaharni yashirib olgan. Balki unga yaxshi muomalada bo'lsang bu fikrdan qaytar. Yangi vazifa er-xotin munosabatlarini yaxshilash. Keyin tizimdagi yangi do'kon qulfi ochiladi hamda bonuslar va qo'shimchalar hadya qilinadi. Xotinjoni, singlim, keling ovqatlanamiz. Qani, ola qoling. Och qolganingizni bilaman, yeb oling. Unda men birinchi ovqatlanaman. Pochcha, ovqatingiz juda mazali. Axir men 21-asrdanman. Garchi u yerda pulsiz va mashinasiz yurgan bo'lsam ham, lekin pazandalikda ustasi farang edim. Ayolni sizga nisbatan qalbini isitish uchun, uni fikrini o'zgartirish uchun birinchi qadam uni oshqozonini Qanday zabt qilib etish. unga ishonyapsan? Axir ertalab seni sotmoqchi edi. Xotinjon, qani, og'zingni och. Yo, xudoyim, juda mazali. Mazalimi? Bundan keyin hammamiz to'q va farovon yashaymiz. Hech xayolimga ham keltirmagandim uni bunchalik o'zgarishini. Nahotki o'sha yaramas u bo'lsa? Xotinjon, yana bitta. Shart emas, o'zim yeyman. Yo'q, o'zim yedirib qo'yaman. Xotinjon, Iltimos, menga tegmang. Bizga ovqat tayyorlab bergan bo'lsangiz ham, bosqinchilarni quvgan bo'lsangiz ham, baribir. Men sizga hali ishona olmayman. kutilmagan reaksiya bo'ldi-ku. Ular meni hali ham yomon ko'radi. Xotinjon, xafa bo'lma. Men shunchaki senga bir narsa bermoqchi edim. Bu Kunduzi bozorga chiqqanimda Lombardga ham borgandim. Sho'rva uchun maslahat olayotganimda oyingni esdaligini ko'rib qoldim. Endi uni sotishing shart emas. Xotin, juda go'zalsan. Xuddi osmondan tushgan farishtaga o'xshaysan. O'zimni boshqarib turishim qiyin bo'lyapti. Bundan xafa bo'lma. meni otdimi? U qimorga kirib ketganidan so'ng hatto qo'lini ham tekkizmagandi. Xotinjon, hoy, qani kel birga uxlaymiz. Sen uchun ko'rpalarni ham isitib qo'ydim. Ustki kiyimingiz qani? Meni xotinimsan-ku, bir-birimizni yalang'och ko'rishimiz oddiy holat. Nima bo'ldi? Yana urush qilyapsizlarmi? Ay, bu nimasi? Ustki kiyimlaringiz qani?